Yukarı leksiyanın devamı hürmetlik vatandaş. Bugün Çesdağ 2020 yıl 11. ayının 8. günü. Hepteki yaşanma devamımında. Demek Amerika Koşmuş Ştatlarının hava armiyasının aeroplanında oturup Vietnam ziyaret gelgen kişi Amerika Koşmuş Ştatlarının devlet işler katibi Mike Pompeo idi. Fransiya Halkara Radyo Stansiyası köçürüp besip bu haberini mında haber kıldı. Cungo alakadar taraflarının Amerika harbiy aeroplanlarının izini qoğlap haber kılış organı mında görsetdi. Amerika'nın bir tane hava armiyası aeroplanı Cungo hava boşluğuna uçup girdi. Şanghay'dan denizge çıktı. Aeroplandaki salayetlik erbapның Amerika'nın devlet işler katibi Mike Pompeo işgalliği aşkarlandı. Bu qatam devlet işler katibi Mike Pompeo olturgan aeroplan Amerika hava armiyasının məxsus aeroplanı idi. Bu aeroplan Vietnam'dan uçup çıkıp Cungo hava təbəligidən uçup ötüp Yaponiyaga qarap düşdü. Cungo'da alakadar tarafdagi vakillik qiladigan Beijing Üniversiteti köpçüket. Devlet işler katibi Vietnam Haniden ayrıladigan çağda Guangxi, Guangdong, Jiangxi, Zhejiang hava boşluğundan uçup ötüp en ahırı Şanghayga denizge çıkış eğizinden Yaponiya taraf qarap düşdü. Devlet işler katibi Mike Pompeo olturgan harbiy aeroplanның uçuş musafir yönelişinden qaraganda men bunu tayyorlaganda vatandaşlar şu torbetke filmni to'xtatib tercüm qilib shuna qildim. Sal cümlede igizpeslik bolsa kechiringlar meni. Amerika Cungo münasebeti ciddi yamanlaşıvatkan bir payt yüz berdi bu sefer yoki bu ziyorat. İki taraf ciddi uçraşqanmı şundaq ahvalda tashqari dünya bu ishni intayin zo'r vaqa deb hisobladi vatandosh. Şunlaş xalqaro jamiyat fikrining diqqatini qo'zg'adi. Amerika va G'arb matbuotlari orqa-orqadan xabar qildi. Bu xabarni eng dastlab xabar qilgan SCSPI ma'nili qoldi mundaq dedi. Meni shu vaqtsiz ko'migini bu 1-2 oy bo'libdi-da bu xabarni. Ma'nili qoldi munda xabar qildi. Yamanlaşıvatkan Amerika Cungo raqobatida ikki tarafning bundaq aloqada bo'lganligidan xush bo'ldik. Çünkü Amerika iki taraf bu yerde bu işni yoki dalillamadi yoki aniqlamadi. Mushundaq o'zinla bu voqeaning sirliq va ekanligini qo'yiqlashtirdi. Mush xabar qilmaslikning o'zila bu voqeaning sirliq voqea ekanligini qo'yiqlashtirdi. Qaraganda bu ish odatdagidan g'ayri bir ish bo'lib ko'rinyapti. Ya'ni davlat ishlar katibi Mike Pompeo'ning Şanghay'ni ziyaret qilishi bu odatdagi bir ishdan g'ayri bir ish bo'lib ko'rinyapti. Bu g'ayri ishning 4 tarafi bor. 4 tarafi bor debdi, lekin 4-injiga ayirmabdi. Men davomlashtirib so'zlayveraman vatandosh. 4 tarafi bor. Bu ish Cungo'ga qarshi qahramon davlat ishlar katibi Mike Pompeo'ning vujudida yuz berdi. Yoki Cungo bilan keskin elishayotgan davlat ishlar katibi Mike Pompeo Şanghay'ni ziyorat qildi degan ma'noda. Tashqari dunyo tikilibla qarab turib qoldi. Mike Pompeo yuqori o'lchamda Cungo'ga qarshi turib kelgandan beri Cungo taraf bilan hech qachon uchrashib boqqan emas edi. Shundaq bo'libla qolmay diplomatiyaga mas'ul yuqori darajalik amaldor, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar katibi o'xshash bo'lmagan so'rinlarda Cungo'ga o'ch bo'lib,
qarshi turish maydonini ifodalagandan boshqa go'yo Jungo bilan munosabatim yo'q edi. Amerikaning bir diplomati va diplomatiyaga mas'ul bir organning yuqori darajalik amaldori sifatida bu ish bir g'ayri ishdir. Ko'rib olishga bo'ladiki, Mike Pompeo'ning Jungoni dushman ko'rishi va bu qatam u o'ltirgan harbiy aeroplanning Jungo havo boshlig'idan uchib o'tishi nemishqa tashqari dunyoni o'ylantirmaydi ekan. Cho'qimki o rahbarlik qilayotgan Amerika Qo'shma Shtatlarining Amerika Qo'shma Shtatlari davlat mahkamasining tashabbuskor holda Jungo taraf bilan uchrashishning natijasi davlat ishlar kotibi salohiyatini tuvallitib Jungodan nima talab qiladi? Müşahede aptor, muşu gapni, muşu cümleni yaxshi ishlatmagandek turdi vatandaş. Muşu hol, muşu vaziyat, muşu kunda bu yerda qiziq sanadigan bir ish. Ishki davlat munosabati jiddiylashayotganda davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Jungoga berib nimani talab qiladi deb savol qo'yibdi-mi? Aptor men bundan qo'shilmayman vatandaş. Bunda savol qo'yilmaydi, esa savol. Davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Shanxayga berib, Jungo hukumatiga qandaq bosim ishiltadi deb qo'yilish kerak. Ondan qolsa davlat ishlar kotibi Mike Pompeo Jungo havo boshlig'idan uchib o'tib, Mongoliyani ziyorat qilmoqchi bo'lgan edi. Lekin Jungo buni rad qilgan edi. Bu ama qiziq gap ekan. Xitoyda eksportchi Mike Pompeo davlat ishlar kotibi va tashqi Mongoliyaga borman desa yo'l ozmi? Aviladi bo'lsa-ku Rossiya zimini bilan kiraverdi, sening chegarangda o'tmising bo'pti. O'rta Osiyoga borib, O'rta Osiyo orqali qism bo'laverdi, sening chegarangda o'tmising bo'pti. Bu yerda rad qilgan edi. Men bundan fikr qo'shilmayman vatandosh. Amsa bu qatam Jungo davlat ishlar kotibi Mike Pompeo kechirim bu amsa bu qatam Jungo pash davlat ishlar kotibi Mike Pompeo'ning maxsus aeroplanining Jungoning boshlig'idan uchib o'tishiga ma'qul bo'ldi. Ma'qul bo'ldimi? Ishga ma'qul bo'ldi. Ma'qul bo'ldimi? Davamını anlayış hürmetli vatandaş.